Bugundan boshlab yoshlarga mas'ul barcha darajadagi rahbarlar yangi ish tizimiga o'tishi zarur. Mamlakatimizda har haftaning payshanba kuni vazirlik, idora va hokimliklarda yoshlar kuni bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz yoshlar, hurmatli tartib ishtirokchilari. Tumanimizdagi o'quv markazlarida o'quv mashg'ulotiga boraman. Mustafandan mablag' tomonidan ozgina yordam so'rab keldim. Menga biriktirib o'zim olay, otalikda shu yoshlar bilan uchrashib o'zim bir yordam beraman.